Dilovar oqshomlarni qo'msab deb nomlangan ko'rsatuvimizning yangi sonini kutib oling. Suhbatdoshlarimiz O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, ustoz jurnalist, taniqli adib Adhamjon Mirsaidov hamda taniqli shoira Tursunoy Meliboyeva. Hamza teatrini oldidagi ochiq maydonda bo'lardi asosan. Odamlar kechki payt ishdan chiqib, maza qilib dam oladigan ajoyib tadbir bo'lganida, unda asosan qo'qonlik san'atkorlarning chiqishlari bo'lardi. Gohi-gohida haftada bir Toshkentdan ham nomi chiqqan san'atkorlar ham mehmonga taklif qilinardi, ular ham kelib xizmat ko'rsatishardi. Shu Hojiqul To'raqulov Avlonqulov hokimlik qilgan paytlarda juda yaxshi tadbirlar bo'lgan. Bu tadbir qatnashchilarining ham vaqti bilan ma'naviy, moddiy jihatdan ham rag'batlantirib turilgan. Dastlab boshlangan haftalarda odamlar ozroq bo'lardi. Keyinchalik butun atrof rayonlardan mashinalar to'lqidardi shu atrofiga, shu teatr atroflariga. Siz aytganingizdek, Toshkentdan ham odamlar kelgan. Hatto Abdulla Oriflar ham kelib tomosha qilgan. Abdulla Oriflar ham. Biz ko'p birga bo'lganmiz o'sha kunlari. Hech kimda majburlab tomosha qilgan, majburlab olib bormagan. Hamma o'zi yuragini buyrug'i bilan borganda, yuragining da'vati bilan. Juda yaxshi dam olardi odamlar. Ma'naviy zavq olardi. Aslan kunlarda ham qatnashganman. Dilovar oqshomlar. Mana Sadoqjon Mahmudov degan bir o'sha vaqtda jonli ijro bilan chiqqan yigit mening aziz odamlar degan she'rimda yash qo'shiq qilgan edi. Unga navbat berilsa, assalomu alaykum azizlar, aziz odamlar, men sizlarni kuylayman deb turib, aziz odamlar degan qo'shiqni aytib yuborardi qo'shiqni. Ya xursand bo'lardik har eshitganimizda. Sadoqjon rahmatli umri qisqa ekan, ko'p yaxshi she'rlarni tanlab, o'zi muzika bastalab, o'zi kuyga solib yurardi. Men sizni o'ylayman, sizni kuylayman, yangi tong otar chog' aziz odamlar. Eng yaxshi tilakni sizga tilayman, bizi bog' ko'ksi tog' aziz odamlar. Istagim yangi tong har xonadonga, baxsh etsin saodat, boqiy baxt iqbol, hech kim yiqilmasin yetdim deganda, yana ham farahli bo'lsin istiqbol. Loqaydu beparvo bo'lmasin hech kim, insonki yuragi yonib yashasin, ezgulik urug'in sochsin dillarga, muhabbat mehrga qonib yashasin. Ishongan tog'larda tursin kiyiklar, odamlar orzular yelib yugursin, ufqlarga yetsin dehqon qulochi, har yonda gullarning bo'yi ufursin. İnsanlar baxtiga bor bo'lsin tinchlik, farzandlar kamolini ko'rsin onalar. İstirob dard nima bilmasin hech zot, bo'sh bo'lib qolsin bemorxonalar. Men sizni o'ylayman, sizni kuylayman, yangi she'r yozar chog' aziz odamlar. Eng yaxshi tilakni sizga tilayman, bizi bog' ko'ksi tog' aziz odamlar. Majnun toldek boshkinangni egmagin jonim, ko'zlaringdan yoshginangni to'kmagin jonim. Majnun toldek boshkinangni egmagin jonim, ko'zlaringdan yoshginangni to'kmagin jonim. Endi qayta uchrashmasmiz, kutmagin jonim. Nurli nurli nurli
nurga cho'mgan bir hayol bo'l. O'z yoriga sadoqatli bir ayol bo'l. Nurli nurli nurga cho'mgan bir hayol bo'l. O'z yoriga sadoqatli bir ayol bo'l. Oqlar o'sam tog'lar toshib qulablar ketdi. Ostonangdan bir marta yig'lablar ketdi. Dardlarini kuylarga ulablar ketdi. Nurli nurli nurga cho'mgan bir hayol bo'l. O'z yoriga sadoqatli bir ayol bo'l. Nurli nurli nurga cho'mgan bir hayol bo'l. O'z yoriga sadoqatli bir ayol bo'l. Azaqli yoramali. Hali ko'rmayapman. Rahmat. Assalomu alaykum. Bu dunyodan yig'lab o'tgan ozmi jonim? O'zing o'yla dardsiz sozlar sozmi jonim? Qo'ygil meni unut ko'ngling buzmagil jonim. Nurli nurli nurga cho'mgan bir hayol bo'l. O'z yoriga sadoqatli bir ayol bo'l. Nurli nurli nurga cho'mgan bir hayol bo'l. O'z yoriga sadoqatli bir ayol bo'l. Rahmat anajon. Furqat bog'ini bolaligimdan bilaman. Chunki u paytda juda ham yosh bo'lganman. Onamdan yosh qolganimdan keyin juda ham injiq, sir kasal bo'lib qolganman. Dadam imkon darajasida shu meni shaharga olib kelib, qishloqdan aylantirishardi. O'sha kunlari yakshanba kuni deyilmaganda pirtak deyilgan. Ana shu so'z bilan biz sen bilan Xudo xolasa pirtakka boramizda Furqat bog'ini aylanamiz. Senga o'sha yerdagi askarlarni va so'z ustalarini ko'rsataman deb ilk bor gapirishgani hanuzgacha yodimdan chiqmaydi. Bug'doyda somonini olib dadam qanorqobga solardilarda ustiga somonni ustiga meni o'tkazdirib olib o'sha katta qaynar qishlog'idan nimaga kelardilar. Koppon bozorini arqa tomonida hozirgacha eslayman, nima otxona, karvonsaroy bo'lardi. Ana o'sha karvonsaroyda dadam somonni darvoza qorovulda oldiga o'tkazib qo'yib, men somonimni sotib chiqay, qizimga qarab turing deyishardi. Keyin somonni sotib chiqib, dadam meni o'sha yerdan qo'limdan yetalab Furqat bog'iga olib kelishardi. Bu Furqat bog'iga kelganimizda yozda har kuni
dorilar tikilgan, masxarabozlar, undan keyin shu dorni tagida askiya ham bo'lardi. Keyin ular ham aytardilarki, Xo'jamberd aka, keldingizmi? Mana endi bugun askiyamiz boshqacha bo'ladi dedilar. Dadam haqiqatan ham juda ham so'zga boy, askiyachi, so'zni o'z o'rnida ishlata oladigan bir ziyoli inson bo'lganlar. O'sha davrlarda yodimda kechagidek saqlayman. Haqiqatan ham Furqatni bog'i men uchun o'sha aks, o'sha holatda qolgan ko'z o'ngimda. Lekin mana mustaqilligimiz sharofati bilan mana bu rivojlanish jarayonida o'sha yerda Furqat bog'ida shoirlar majmuasi qurildi. Mana bundan keyin Furqatni hoki Yorkentdan Qo'qonga olib kelindi va o'sha yerda juda ham chiroyli bir haykal ko'tarildi. Bu hammasi o'sha Furqatning xalqimiz uchun, vatanimiz uchun qilgan sa'y harakatlarini evaziga bo'ldi bu ishlar. Furqat bog'iga shunday borsangiz, o'sha qad ko'tarib turgan haykalga qarab inson moziga nazar tashlaydi-da. Maza qilinglar. Bayramligingizda. Seni yonib sevdim, ey dilrabo qiz, sha'ningga qo'shiqlar bitdim men yonib. Seni yonib sevdim, ey dilrabo qiz, sha'ningga qo'shiqlar bitdim men yonib. Yoshligim, 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 yoshligim o'tdi-ku seni deb yolg'iz, hatto so'zlashmadim mehringga men qolib. O'zgalar so'ziga ishonib ketding, endi begonasan, mo'nisin yelkam. Yoshlik g'ururini namoyish eting, men kabi armonda qolibsan sen ham. Yoshligim, 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 yoshligim o'tdi-ku seni deb yolg'iz, hatto so'zlashmadim mehringga men qolib. Eshitdim alamda bo'libsan sen xasta, hazonlik bog'larda yurar emirsan. Baxtiyor kunlaring, yoshliging asta sarg'aygan barglardan so'rar emirsan. Yoshligim, 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 yoshligim o'tdi-ku seni deb yolg'iz, hatto so'zlashmadim mehringga men qolib. Yoshligim, 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 yoshligim o'tdi-ku seni deb yolg'iz, Olqishlar. hatto so'zlashmadim
mehringga men qolib yoshligim 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 Qo'qonda latif ohanglari deb nomlaganmiz. Bu Qo'qon adabiy muhiti Amir Umarxon davrida asos solingan bo'lsa, Qo'qon adabiy muhitiga hozirgacha ham o'sha nimasi davom etib kelyapti. Hozirgi kunda ham Qo'qon shahri va atrof tumanlarida 500 ga yaqin ijodkorlar bor. Ularning aksariyati shoir, nosirlar ham bor. Mana shu kitobga Qo'qon shahri va atrof tumanlarida yashovchi ijodkorlardan 35 nafarining she'rlari va nasriy asarlari kiritilgan. Ular ichida Manzurjon Abdullayev nuroniylarning boshlig'i bor. Keyin Farida Husaynova, Bahromjon Hayrat degan ajoyib shoir bor. Dilfuza Qosimova, Ilhom O'rmon, Shafiq Nur Muhammad, Hozilbek degan o'zi ajoyib professor bor. O'zi Qo'qon davlat universitetining o'qituvchisi-yu, fizika, matematika fanlari doktori, Germaniyada dissertatsiya yo'qlagan odam. Ruboiylarda Umar Xayyomni ruboiylarga o'xshatib, o'sha ohangda ajoyib ruboiylar yozadi-da. Juda ajoyib shoir. Sharifqul Muhammad bor. Men ishonchim komilki, bu Qo'qon adabiy muhiti hech qachon so'nib qolmaydi. Shu ulug'larimiz boshlagan an'ana muvaffaqiyat bilan davom etaveradi. Zokirjon Xolmuhammad o'g'li Furqatni yod olib, ayrilib, ayniqsa vatan sog'inchi, ota-onasidan yordan ayrilish, jigar go'shalari xalqni sevinchi, kindik qon to'kilgan yerdan ayrilish, musofir darbadar kezdi jahonni, Karbalo dashlarda bitiklar bitdi, bosib o'tdi shahar, qishloq, diyorni, ne kelsa boshiga yurakka yutdi. Qo'qonda tug'ilib, Yorkentda qolgan, taqdirmi, qismatmi ko'p jafo solgan, Alloh deb yurakdan chekkan ohlari, u haqqa yetishib, gul makon topgan. Savollar qiynaydi, mudom qiynaydi, ne sabab bo'ldi ekan yurtdan ketishga? Yuragimda g'ulg'ula tinchlik bermaydi, Yorkentda yashashga, unda qolishga. Yashab ijod qildi yurtdan yiroqda, insoniylik burchun u ado etdi. Har nafas vatan deb yondi firoqda, ma'rifat yo'lida jon fido etdi. O'ylagan maqsadi, kutgan kunlari, nihoyat amalda o'z kuchin topdi. Furqatning ohlari tortgan unlari, Qo'qonda xok bo'yi u sharaf topdi. Qo'qonda latifda, Furqat bog'ida, Furqatning haykali bo'yi cho'zib turar. Chorsu majmuasi go'zal sahnada, ahli Qo'qon shodon gul dasta qo'yar. Ona vatanida, ota uyida, xotirjam yotadi, tinch orom olar. Yuragim hovri ham bosildi biroz, Furqatning ruhi shod, atrofdan olar. Prezidentimiz o'sha amiriy davrida 300 dan ortiq ijodkor borligini ta'kidlab, mana shu ijodkorlarni, har bir ijodkorni o'rganib chiqishimizni Qo'qon ahliga, ijodkor ahliga, olimlarga yuksak vazifa qilib berishdi. Biz buni qabul qildik. Biz har kuni mahallalarda mana shu ijodkorlik yo'nalishlari bo'yicha bu mustaqilligimizga shukronalar keltirgan holatda biz o'zimizning vazifalarimizni bajarib kelyapmiz. Yana bundan tashqari mana kuni kecha Chus shahridan kelgan birinchi maktab o'quvchilari bilan birgalikda muqimiy uy hujrasida shunaqangi bir adabiy kecha uyushtirdikki, ular Qo'qonda shunday ijodkorlar borligiga o'sha o'quvchilarni o'qituvchilari lol qolib ketishdi. Hujra bilan tanishtirishdi. Biz yana ularni kelib qolishlarini va o'sha o'quvchilar
ongida o'qigan bilim olgan bilimlarini sinash uchun bizlar o'sha muqimining sayohatnomasidagi har bitta borgan o'sha maskanlarini biz o'quvchilardan so'radik va nimalik Qo'qonlik Faridaxon Husaynova o'sha sayohatnoma asarini o'qib berishdi, o'zlari yozgan. Bundan tashqari Beshariqdan kelgan yana bir shoira singlimiz, u kishi ham sayohatnoma asar yozishgan ekan, u kishi ham o'qidilar. Kecha juda ham chiroyli bir ajoyib mushoira kechasi o'tkazildi. Bu nimadan darak? Bu bizga o'sha yuklatilgan vazifalarni asta-sekin amalga oshirayotganimizdan darak beradi. Qani endi shunaqangi tadbirlar yana davom etsa, nur ustiga olamdir bo'lar edi. Faqat konsertni o'zi emas, shu siz aytganingizdek Qo'qon shahri va atrof tumanlarda Qo'qon adabiy muhitida ijod qilayotgan shoirlarni ham taklif qilinsa, ular yana ham ruhlanib, yana ham yaxshi narsalar yozishadi baribir. Keyin Qo'qonlik shoirlarda, Qo'qon atrofidagi shoirlarda Qo'qonimiz haqidagi, Qo'qonimizning tarixi, bugungi kundagi o'zgarishlar haqidagi she'rlari odamlarga she'rlar o'qiladi, tomoshabinlar o'zlari o'z quloqlari bilan tirik shoirlarni og'zidan she'rlarini eshitadi. Qo'qonda yashab turib, Qo'qon haqida she'r yozmaslik bu gunohi azim deb bilaman. Shuni o'qib beraman hozir. Qo'qon ham qo'shib qo'ygan. Betim solu yagonamsan, tingla ey onajon Qo'qon, kuylagayman seni dildan, ko'hnayu navqiron Qo'qon, kundan kunga yasharyapsan, yashlayvergin ey jonajon, sening husnu jamolingga mahliyodir jumla jahon. Quchog'ingda hamisha yoz, qay hislating aylay bayon, zavqi yopdir senda har on, ey mehmondo'st dilgir mezbon. Faxrlangim senla mudom, hatto nuqtadon Qo'qon, farzandlari suhbati jon, askiyoboz xandon Qo'qon. Keldi ajib davru davron, dillarda hayrat hayajon, istiqlol bu buyuk ne'mat, xalqim yashar hur farovon. Istiqboling shahrim ayon, kulgan quyoshday charog'on, shoirlaring she'rlariga qanot bergaysan har on. Adham o'g'ling kuylar sani, bag'ri gulu rayhon Qo'qon, farzandlari mohir me'mor, hozilu kitobxon me'mor Qo'qon. O'zi har qanday tadbir tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lishi shart. Dilovar oqshomlar ilgarigisi ham endi bo'ladigan ham ishonchim komilki, shu o'sib kelayotgan yosh avlodda san'atga, adabiyotga, yashab turgan shahriga, vataniga bo'lgan muhabbatni kuchaytirishga xizmat qilish kerak.
degan kitob men kim desin Hali haram ben kim desin hacrda mundoq mening tortgan azobim kim desin hacrda mundoq mening tortgan azobim kim desin Oşnosidan geçip oşnalardan geçip begonalar yar bu alamlarga men chidolmay ko'zda yoshim kim desin hech dushman bo'lmasin hiç düşman bulmasın köyde men devoya xorzora لا زي